Assalomu alaykum, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Bizni kanalimizga kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar, aziz obunachilarimiz, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat hammalaringizdan, Alloh rozi bo'lsin. Podeshka qilyapsizlar, kommentariyada chiroyli yozyapsizlar so'zlarni. Har bittalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llaringiz hech qachon dardni ko'rmasin. Yana bugun nima ish desangizlar, akalar, opalar, bugun yana ishimiz erli xotin semeyni paralarga bo'ladi. Bu ishimiz esa 25 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimiz semeyni paralar, erli xotinlarni ishga taklif qilinadi. İşimiz Moskva, Moskovskiy oblast, metro Medvedkova, Altufyevo, Vyoshki degan joyda bo'ladi. Oyligi esa birinchi oydan 150 ming, ikkinchi oydan 170 ming rubl. Va buni ichida barcha dokumentlari tekin. İş nima degan vatandoshlarimiz uchun erkak kishi o'sha yerda uborka, gazon o'rish, qor tozalash, shu ishlarni qiladi. Shu dachani ichida ish. Dacha kichkina, yeri kichkina. Ayol kishi esa uborka, keyin ovqat tayyorlash va o'sha kir yuvish. Bu yerda kir mashina hammasi bor. Yotoq joy lyuks, akalar, opalar, отдельный, kuxnya, sanuzel hammasi, spalni hammasi sharoiti yaxshi. Pastda o'zimning nomerimni qo'yib o'taman, WhatsApp va Max ilovasini qo'yib o'taman. Bemalol telefon qilasizlar, qo'ng'iroq qilasizlar, yozasizlar SMS. Men sizlarga o'sha xazayinda nomerini tashlayman. Pryamoy sizlar video tashlaysizlar. O'zlaringiz haqida qancha ishlagansiz, faqat lekin akalar, opalar, ruschani erkak ham, ayol ham bilishi shart. 170 ming rubl oyligi, 6 kun ish, 1 kun выходной. 6 kun ish, 1 kun выходной bo'ladi. Moykasi bor, akalar, opalar, mashinani moyka qilib turadi erkak kishi. Bu ishini ham aytib o'taylik. Shunday qolib ketmasin. Bir xil akalarimiz, opalarimiz aytadi, bu ishda aytib, shu narsasini aytmading deb. Shuning uchun hamma narsasini mana aytib o'tdim. Kimdir O'zbekistondan, Tojikistondan kelaman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, erli xotinlar, bemalol borasizlar, sizlarning barcha dokumentlaringiz ishxona tomonidan tekin, akalar, opalar. Pitaniya o'zlaringizdan, dokument esa ishxona o'sha dacha xazayinda bo'yniga, akalar, opalar. Pastda nomerlar aytib o'tdim, o'zimning WhatsApp'im va Max. Hozir ko'pchilik WhatsApp ishlamayapti deydi, Max'ni ham qo'yaman. Bemalol telefon qilasizlar, SMS yozasizlar, men sizlarga xazayin nomerini beraman, aloqaga chiqib bemalol borib ishlashingizni so'rab qolamiz. Iltimos vatandoshlar, mana shu videoga befarq bo'lmang, like, kommentni bosingizlar, чтобы mumkin Moskva shahrida yurgan mana shunday erli xotinlar shu ishga ish izlab yuribdi. Shunaqa dacha. Shuning uchun shu dacha shunaqa ish ko'p bo'lsin degan vatandoshlarimiz like, komment bosamiz inshaalloh. Mana shu videoni tezda musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizga, gruppalarga tarqatib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.